Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2026-yilda 7-oyning 11 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 hafta bir qildigan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun jami 5 cho'ng mazmun bor. Oldi bilan bugun tilga olishni xohlaydigan bir ish 7-oydagi 1-kuni dunyodagi xil ko'p joylarda Uyghur, Tibet, Mongol, Hong Kong, Tayvan qatorliq millatlarniki vakillarniki namoyishisi bo'ldi. Bu namoyishda Xitoyniki yangidan chiqargan Milliy ittifoqlik qonuni degan qonunga norozilik bildirish namoyishisi. Burundan tartib deb kelyapmiz, xabaringlar bor. Bu Milliy ittifoqlik qonuni emas, u Xitoydagi barliq Xitoy emas millatlarni bir tutash yo'qotish qonuni bu. Uni rasmiy qonunlashtirib yo'l qo'ydiganga chiqargan qonun. Shu mushta faoliyat bo'ldi. 5-iyul kuni yana dunyoning xil ko'p joylarida Uyg'urlarniki 5-iyul Urumchi qirg'inchiligiga norozilik bildirish va uni xotirlash namoyishisi bo'ldi. Shu 2 qatimliq namoyishga chiqqan barliq Uyg'ur qarindoshlarga men chin ko'ngildan rahmat aytaman. Bugun sizlarga deydigan bir xo'sh xabar bor. Uni bu desanglar, sizlarga 2023-yili bir ishni degan. 2023-yili bir cho'ng projekt boshlanganligini degan, u bo'lsa-mu, hozir qadar chet elga chiqqanligan Uyg'urcha kitoblarniki hammasini PDF qilib, shu orqali bir tor kutubxonasi yasash Uyg'urlarning kitoblariniki mushtaq bir turini boshlagan 2023-yili. U chaqda men chaqiriq qilib 2 nafar qarindoshimiz $3000 pulni chiqarib mushqi yordam qildi. Bu ishni izchil qilib kelgan Norvegiyadagi Baxtiyor Umar inimiz izchil qilib kelgan. Bu ish yaqinda bitib, hozir torbeti rasmiy ochildi. Aslidagi plan jami 5000 ta kitobni to'rga qo'yishdi. Bu yerda bir necha mazmun bor. Nima deganda PDF kitoblarni hamma yig'ish, andan PDF emas kitoblarni hammasini skanlab PDF ga aylantirib, adga to'rga qo'yish. Shu jarayonda bir qism ishlar bayqaldi. Bu nima desanglar, burun shu 5000 soni kirgan kitoblarning ichidagi ba'zi hujjatlar bir bat 5 batlik hujjatlarmi bor ekan. U bir kitob bo'lolmaydi ekan. Ondan keyin bir qism hujjatlar takrorlangan. O'xshash bir kitob bir necha qatim kirgizilib qolgan ashtamolarning soni 5000 ga berib ekan. Keyin bularning hammasini tozalab qolgandan keyin hozir kitobning soni 2100 bo'pti. 2100lik kitobniki qo'yilgan. Ondan keyin bu torbetida yana nima bor? Kitobdan boshqa xabar, maqolalar, yozuvchilar saloni, sin, un, rasm albumi qatorliq mushtaq sahifalar bor ekan. Ondan keyin 2100 kitobdan boshqa yana 1000 dak naqshimi qo'yilibdi yerga hozir, qo'yilib bo'pti. Shu bu rasmiy ishga tushdi, masalan ko'rsatib qo'yay. Nimaniki torbetning ismi Pahrim.com. Sizlarga bir ko'rsatib qo'yaman. Pahrim.com mandaroq ko'rinadi. Men bu nimani mau torbetiniki adresini mushu videoning ostiga qo'yib qo'yaman. Shu yerda kirib olsanglar, shu yerdan foydalansanglar bo'ldi, topsanglar bo'ldi. Bu torbetiga yana ko'p iqtidorlar qo'shilmoqchi. Keyincha, masalan, agar sizlarda shu kutubxonaga kirmagan kitoblar bo'lib qolsa, o'zingizlar qiyolaydigan degandek. Ashta iqtidorni bu qo'shmoqchi buningga. Bu birisi. Ikkinchisi, men bu ishni ba'zi yaqinlarimga degan desam, ularda bir qism kitoblar bor ekan, PDF, bu kutubxonaga kirmagan. Mana ahvollar bor ekan. Shunga agar kutubxonaga kirmagan PDF kitoblar bo'lib qolsa, sizlarda PDF yoki bosma shu Baxtiyor inimiz bilan aloqalashinglar.
uni to'liqlayli. Ashula qilib bu chet eldagi Uyg'urlar uchun bir boylik bo'lib saqlanib qolsin bu. Vatanda hozir hech qanday Uyg'ur kitoblar qolmaydi, shuning bu bir muhim tur. Men shu munosabat bilan Baxtiyor inimizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Ko'p jafo chekdi. Hozir 3 yildan oshdi bu ishni qilayotgani. Oxiri buni bitiribdi. Yana bir ish, men o'tgan qatimliq videoda sizlarga kakcook.com deb bir app hem kompüter işlet bulduğun hem yanfın işlet bulduğun app'ın gepini degendim. Bu app nayeti tiz taraqqıptı maşk app'ın ki muhabbeyinde. Hazır bunu düşürüp işletkanlar 3500'üne eşipti adamdan sani. Her günü 3000'dek adam bu app'ni işletedikken hazır. Nayeti obdan mangul turuptu. Ondan dikken hazır bu app'ga bir yeni iktidar koşuluptu. Onu mu desenler sizlar o'zinglarda bor maqolalar bir narsalarni yo'llayalar ekansizlar shu appga. Torbet bo'lamdi yoki yanfon bo'lamdi. Shunga bu sohada qiziqadigan ishni qilishni xohlagan ukalar tirishinglar, ashta qilsanglar bo'ladi. Ondan keyin bu appda sun'iy aql bor ekan. Agar siz uyg'urchalarni yozsangiz, xato bo'lib qolsa sun'iy aql avtomatik tuzitib beradi ekan sizni, tahrirlab beradi ekan so'zlarni. Kuratorlik qildi ekan mana shu aytgan chog'da. Shunga ishlab beqinglar. Ondan keyin bu appni yasagan inimiz, İlyar degan inimiz bir umidini dedi menga. Bo'lsa shu Uyg'urlardagi tarixiy hujjatlar, mayli Uyg'urlarning tarixi to'g'risida bo'lsin, o'yin chaqchaqlarda bo'lsin, boshqa narsalar bo'lsin, ish qilib hozir vatanni yo'qotib ketib qolgan narsalar, ashta narsalar qo'linglarda bo'lsa, misha yo'llab qo'ysanglar, buniki mazmunini to'lg'ab maqsad deb shunday deydi. Shunga İlyar inimizga ko'pdan ko'p rahmat. Bu inimizning atrofida bir to'p yoshlar bor. Hozir shu AI bilan tutish qilib, nayta jiq ishlarni qilyotdi. Hozir Uyg'urlar ichida kechiringlar. Uyg'urcha sun'iy aqlni taraqqiy qildirish yo'lida kuchayotgan necha guruh ukalar bor. Onundan bir qanchasi men bilan aloqalashdi. Bular amalga oshirmoqchi bo'lgan iqtidor intan kuchlik. Masalan, bu ingliz tilini ishlatayotgan qarindoshlar biladi. Agar hozir sun'iy aqlga bir kitobni elib siz, kitobning ismini kirgizib, ma kitobniki mazmunini bana 300 so'zlik qilib xulosalab bergan desangiz, 300 so'zlik qilib shu bir kitobning butun mazmunini sizga xulosalab chiqarib beradi. Bu bir misol. Bunda boshqa nurg'un ixtirolar bor. Men o'tganda sizlarga degandek, hozir sun'iy aql insonlarniki xizmatini intayin osonlashtiryapti. Bu qalam bilan shug'ullanganlarniki. Andagi programmachilarniki, masalan, men shunday ko'p foydalanaman hozir. Burun bir hafta ketadigan ishlarni bir kunlik qilib olayman hozir shirkatning ishini. Bir iqtidor endi. Ashtaq bir kitobni kirgizib, ismini kirgizib, kitobniki mazmunini xulosalab bersangiz, xulosalab berdi sizga. Hozir bir qism Uyg'urlar qilayotgan ish, buni mush ishni Uyg'urcha qilib berdi ekan, Uyg'ur tili bo'yicha. Ondan keyin aslidagi kitob PDF bo'lgan bo'lsa, uni Word hujjatiga o'xshash tekst qilib chiqarib berdi ekan sizga. Aylantiradi ekanda shunday. Mushta qilib ish qilib internet taraqqiyot qilyapti bu jihatda. Yana nurg'un cho'ng ishlarni qilish planlari bor bu inlarniki hozir. Bir cho'ng masala iqtisod endi. Buningga bunday ishlarga ozlardan yan to'plab turib qilgan ishlar emas. Shunga Uyg'urlarniki kelgusi uchun mushtaq ishlarga biroz hassa qo'shay deydigan nima boy qarindoshlar mushni qilishni xohlasanlar men bilan aloqalashinglar. Hozir odam bor, ishlarni boshlab japoda oz pul bilan qilyotdi, lekin endi cho'nroq ishlarni qilmoqchi bo'lar. Buniki kelgusi kelajagi parlaq endi. Ayni vaqtda torbat o'tirib chiqqandan keyin vatandagi Uyg'ur yoshlari qattiq tirishib, Uyg'ur torbatchilik texnikasi jihatda Xitoyda 2-chi o'ringa o'tgan Uyg'urlar. Xitoydan qaslam Uyg'urlarning torbat ishida taraqqi ketgan. Hozir chet eldimi, garchi Uyg'urlarning soni shunday oz bo'lsa-mu, endi bir qism ukalar hozir naydi ko'p tirishyapti bu sohada. Bu ishlar internet tez taraqqi qilyapti. Shunga buni sizlarga bir dafqa aytadim. Hozir vatandami torbatlari xili taraqqi etib boramdi o'qimadim. Nima sun'iy aql. Tunogin
birala mana bir video o'tdi shuni ko'rib baqdim. Sizlarga ishdan qo'yib beray, mani bu shuni aqlda qilgan narsa ekan, mana shunaqa o'yladim. Ish qilib vatandagi Uyg'urlarni xil bo'sh kelmaganda qildi. Sizlarga hozir qo'yib beray, ko'p qilinglar. Turanglar, mana bu. Buni ovozini chiqarmasam qizimaydi bu. Salomga berish uchun qo'y oladi. Men qo'yni xotinlik olmayman, to'y qilg'izib aytyaman. Bu qo'y mol bazraga berib, qo'y setib oladi. Yigit yo'lda qo'yni yetlab mamadi. Qodiga bu. Bak, yana xato. Qodini emas, qo'yni. Qo'y meni yetlamaydi, men qo'yni yetlab manaman, bolam, men qo'yni yetlab manaman. Yata, jonivor, sen uyurtib manganmaysan, yata. Yata, sen uyurni sotyaman. Amayli, işte mereydir. Manada. Yigit uyning ishkini chekidi. İşini çekip sen ben işini tamam kılıp çekip ettin ama işini vurdu. Kasım bile vuruştum da. İstop işini vurup gittim ama bırak. İşini vurmaydı o. İşini çekmeydi o tamam kılıp. İşini kapadı o. Bir oyladılar. İşini kırdı o. Çoğlanım mıda düşek kırmayımız onda partılıkta kopallık kılmay sılık spaya kirem. Vay açanı hazırlaşan. Sigende o kızvalı sana ne makul demda koy kene balo koy kene kuruk kırmızı mı öyle koy kene. Ma koyunu yıkılamay. Shundoq hozir sun'iy aqlni taraqqiy qildirishda Uyg'urlar bo'sh kelmayapti. Shuni deb qo'ymoqchi sizlarga. Andan keyin yana bir ish. Biz 2023-yili, 2024-yili ikki qatim İstanbulda 20 siyah degan faoliyat qildik. Andan keyin shu faoliyat bo'lishdan burun shu faoliyatga tushgan maqolalarni hammasini to'plab, kitob qilib bostirib, shu faoliyat jarayonida, 2 kunlik faoliyat jarayonida shu kelgan qarindoshlarga haqsiz tarqatdik buni. Mana bu 2024-yildagi kitob davri va biz degan xat ta'tir chiqib qoldi ekan. Kechiringlar. Oldingi 2 yil shu nimani kitobni besib taqitish ishida bir qism qarindoshlar va tashkilotlar yordam qildi iqtisodiy jihatdan. Bu yordam qilganlarniki ismi menga yozildi. O'zi xolisa. Birinchi betkilam yozildi kitobniki. Mayli shaxsiy bo'lamdi, mayli tashkilot bo'lamdi. Shunga bu yilgi kitobim hozir tayyor bo'lyapti. Biz pat yaqinda bostirishga birimiz. Şuna bu yılki kitapka eğer ben bir yardım kılay desanglar, ben bilan aloqalashinglar. $200 ko'proq yardım qilsanglar buludu ismlarni o'zinglar xohlasanglar, eng oldidagi betga yozamiz. Xohlamasanglar yozmasaqmi mayli. Shunga bu yilni boshqa qilganlar lozim. Bu yilgi kitobniki muqovasi mundaq bo'ldi. Bu kitobni shu 8-yilniki oxirigacha nashr qilamiz. Shunga agar ismim yazılsın desanglar mayli, yazılsın demasanglar mayli. Bo'lsa yordam qilsanglar, maoshga yordam qilsanglar, bu tarixda bo'lib saqlanib qoladi sizlarga endi. Men odatda ichidagi kirish so'zidimi yordam qilganlarniki ismini atab turib rahmat aytaman kitobning ichida. Shunga bu bir tarix bo'lib saqlanib qoladi. Shularni buni bir deb qo'yadim. Burun 200-500 ming dollarlardan yordam qilgan qarindoshlar va tashkilotlar bo'lsa, bu yordam qilsanglar.
Bugun deydigan yana bir narsa, yaqinda Amerikaniki Virginia shtatida turadigan do'stimiz doktor Gulnaz Abduqodirniki bir kitobi chiqdi, inglizcha. Meniki nimani wallet deganni o'zcha ismi bor. Pul saqlaydigan narsani deydi. Qiziq. Qati kalam kelmayapti hozir. Portugalim. Pul saqlaydigan sumkamni kim tatib oldi degan kitobning ismi. Portmolim. Mening portmolimni kim tatib oldi degan kitob. Bu kitobda Gulnaz xonim 4 chet ellarga chiqib, chet elda yashashni boshlagan Uyg'urlarni personnaz qilib turib, shularning ahvolini shu orqali nurg'un iqtisodiy qonuniyatlarni tushuntirdi. Odatda iqtisod jihatdagi kitoblarni o'qisanglar, xuddi dars kitobdek biroz qiziqarli emas. Uni darsxonada o'rgansa bo'ladi, ammo o'zi o'qishga qiziqarli emas. Gulnaz xonim bu kitobda 4 Uyg'urniki hikoyasini ep turib, shu orqali shu chet elga yangi chiqqan kishilar uchun nihoyatda zarur bo'lgan bir qism bilimlarni tushuntirgan. Masalan, pulni planlash, undan keyin kredit, chet elda kredit degan aspekt muhim. Pulni hisob qilish, pulni mablag' solish, undan keyin qarzlarni muvofiq boshqarish, nimani tavakkulchilik, bexatarlikniki deymiz, risk management degan bir narsa bor. Xatarlarni to'g'ri boshqarish degandek narsa endi. Undan keyin uzun muddatlik boylik to'plash. Mana ishlarni 4 odamniki hikoyasi orqali tushundigan maktabda. Endi kitob inglizcha, bizning oramizda hozir ingliz kitoblarni tezlam uyg'urchaga tarjima qilib, PDF qilib chiqarayotgan ukalar bor. Shular tarjima qilsanglar, keyin PDF bo'yicha tarqatib bersak bo'ladi. Agar xohlasanglar, men Gulnaz xonim bilan kurashtirib qo'yay. Nashriyat huquqini eptib qilsanglar, uni torbatlarga qo'yib bo'ladi. Mushta qilsanglar. Shu maktabni ingliz bildigan o'qib beqinglar. Andan keyin inglizcha bildigan inglizcha tillik do'stlarga so'g'at qilsanglar bo'ladi. Hozir Amazonda bor bu kitob. Andan keyin Gulnaz xonimga muborak bo'lsin. Yaqinda chiqqan yana bir ish, chet eldagi Uyg'urlar to'g'riliq. Nimaga Xitoydan Pokistonga bir qism kishilar o'zini doktor deb atab berib, Pokistondagi Uyg'urlarni davolaymiz deb ularni davolag'il turibdi. Xitoy undaq rayimdil bo'lib ketmadi. Adam öğretip, bu doktorların içinde Xitaylan barken, Uygurlan barken, Pakistan'a adam öğretip, u yerga Uygurlarni davolab qo'ydiganlar. Bu ishlar intan gumonliq. Xitoy odamni asli o'ltiradigan zarra yasash jihatda uzun tarixga ega. Hozir bu ishlar to'xtab qolgani yo'q. Hozir anlayapsizlar, Xitoy ichida shu Xi Jinping o'tirib chiqqandan keyin boshqalardan nurg'ulari o'lib ketdi hozir. Ko'pincha zaharli o'ltirildi deb qaralyapti sirtda. Bu zaharlar 6 oydan keyin, 1 yildan keyin ta'sir qiladigan zaharlar. Dastlabki ish bo'lmaysiz. Shu mundaq ish Xitoylar rayimdil emas, Uyg'urlarga qarata. Ashta bo'lg'achqa bundaq narsalarga ishinib oldam holda chiqib qolmoqlar deb qo'ygan. Yaqinda nima bu ish gapning ichida vatandan qat'iy video kelmaydi. Hayron qolarlik darajada shu WhatsApp to'plariga bunday videolar kelmaydi. Tunugun men Zumrat Davud singlimizniki Facebook'a kirib qarab baqdim, u yerda hech qanday yangi video kelmabdi. Faqat men bir tunishim bir video degan o'tdi. Hozir Xitoyda mana bir dori bor ekan, dora. Bu dorining ismi Xitoycha Puri Balin deydi. Puri Balin degan bir dori ekan. Bu doridan 4 talni ichimlik sevasa odamni hushsizlantirib ekan. Ashta bo'g'ashqa qizlarni hushsizlantirib
bir qism eski ishlarni qildigan ishlarga ishlar keltiribdi. Anadaki bu adamni mast qildigan bo'lg'achqa o'g'illarmi shunaqa narsalarni ichib uyib ketib qolganlar bak chiqqan. Ma videoni anglab beqqanlar o'zinglar. Yoshlar urug' tuqqanlar intayin ko'pkan, iste'mol qilayotganlar intayin ko'pkan. Shunga tunigan chiqqan filmimni 1 million odam ko'ribdi. Demak 1 million odam bildi, qoldi deb o'ylayman. Mana ayrimxonada kelib ketgan fuchurning ko'proq ekan, nima to'g'ri ekan? Deb biring, bolalarimizga diqqat qiling, ayolarimizga diqqat qiling degan ayollar ko'p bo'lganlikdan men degan bir tal dorini shonfonjisini ko'rib qo'yib keldi. Ma dorini simlab qolsa puri balim, bildilar. Puri balim deydi ekan, zikondarga o'xshashgan. Mana xavf intayin cho'ng ekan. Şu qisqartib bilginimni, anglag'inimni tushuntirib qo'yay. Qaslashlar intayin ko'p ekan. Alanmagan muhabbatiga 4 tal 8 tal ishimiga tashiyotgandan keyin 15 minutdan keyin behush bo'ladi ekan. Xudo uqmaydi ekan, nim bo'lganini uqmaydi ekan. Shu ashundoq ziyonkashliklarga uchrashdan oldin olish uchun cho'qim diqqat qilinglar qizlar, sing'illarim, ochillarim, adillarim. Bir adam tanıga ishimlikni o'ylashib turishga vaqt keldi. Uningdan keyin men yoshlar, erlar, o'g'avallar, do'stlarim ichki vaqtlarda texnik diqqat qilinglar. Chunki ma'ni 4 tal 5 tal aroq tashiyotgandan keyin jonlanadi ekan. Hayotimiz xavf ekan. Shu ashta bilib ketgan yoshlar ko'p ekan. Ma'ni keyin aroq ichga qat'iy bo'lmaydi ekan. Ma'ni ko'p iste'mol qilishga texnik bo'lmaydi ekan. O'g'avallar ko'p iste'mol qilgan vaqtda börek kardan chiqar ekan. Yoshlar urug' tuqqanlar intayin ko'p ekan. Iste'mol qilayotganlarmi intayin ko'p. Acayip işler bu arada. Bugungi so'zlaydigan 3-chi mazmun yaqinda Amerika qurilganligining 250 yilligini tabrikladi. Nurg'un shaharlarda tabriklash faoliyatlari olib berildi. Hozirgi zamonaviy texnika bo'libmi John texnikasi bilan ajoyib ko'rinishlar vujudga keldi shu tabriklash jarayonida. Şu müşkatımlık Amerika kurulğanlığının 2500 yıllıgını təbriklaş fəaliyyətində Trump'ın sözüdü. Bu qatımki Trump'ın sözüdəki bir alayidlik. Trump komünizm təhdidini intayin küçük dərəcədə tilgə aldı. Burun Amerika komünizm bilan kurash qilgan. U chaqda komünizm chet elda boshqa davlatlarda. Amerikada yo'qdi. Ashta kurash qilgan hozir komünizm Amerika'nın içine kirip müşahede qaytadan tirilyotdi deganda gaplarni o'tirib qo'ydi. Haqiqatan bu yaqinda hozir Amerikadagi o'tir muddatli saylovlar bo'lyotdi. Shtat boshliqligi anadagi parlament a'zolariga mushunga saylanib ketayotganlarniki ichida sotsializmchi, kommunizmchi odamlar ko'payib ketyotdi. Sotsializmchi, kommunizmchi desa qanday odamlar desanglar, masalan, New York shahriniki boshlig'i Mumbadi degan adam, sotsializmchi endi. Burun Xitoyda yo'l qo'yilgan sotsializm balki boylarning pulisini tortib olib, undaq qilgan yo'q degandek hamma odamlarniki erkinligini evitadigan ishlar bo'lyotdi hozir. Mushtaq odamlar ko'proq saylanib ketyotdi yaqinda. Ashta boshqa Trump bu qatim Amerikaning ichida bosh ko'tarayotgan kommunizm tahdidi. Buni intayin qattiq tilga oldi. Boshqa yerlarda mana shunday qilyotdi. Ondan deydi, biz uni yo'l qo'ymaymiz deyotdi. Endi yo'l qo'ymaslik uchun qanday tadbirlarni qo'lida qo'llanmaydi. Aslida yo'l qo'ymaslikning bir tadbiri Amerikada TikTokni chaqib o'tish kerak aslida. Unda qilmaydi qat'i. Yaqinda men bir odamni paranjib qolgan bir yosh bola bilan. Shu bola deydi, Amerika asli aqtalniki emas ekan. Amerikaga besib olgankan, qahlan yerini tortib olgankan deb. Bu gapni nereden ko'rdingiz desam, TikTokda deydi. TikTokda Xitoy TikTok orqali va Kommunizm instituti degandek qurilmalar orqali bir qism Amerikaliklarga bo'lib yoshlarning kallasiga kommunizm ideyasini singdiryapti. Hozir singdiryapti intayin og'ir darajada. Lekin bir tarafdan Amerika hukumati ayblanyapti bu ishni, yana bir tarafdan bunga tadbir yo'q. Masalan, TikTokni taqvitish kerak. TikTok degan Xitoy maxsus mushtaq ishlatadigan narsa bu. Yoshlarning mingsini juydigan. Ajoyib ish bo'lib turibdi. Endi shu
Amerika qurilganliginiki 250 yilga munosabati bilan bir qism tarixiy aslamalar o'tirib chiqdi. Videolarda, YouTube videolarida. Amerikaliklar Yevropadan Amerikaga 1620 yillarda kelib ekan. Andan 1889 yili Amerikada bir munar bag'chistak narsani quribdi. Davlatlik ajdodlar munari degandek. Davlatlik ajdodlar munari. National Monument to the Forefathers deydi. 1889 yili qurilgan ekan. Bunun ichida 5 munar bor ekan. Uningki birisi bir odam qo'lida Injil va osmonga qarab turgan. Bir haykal bor ekan. Yana 4 odam o'tirgan odamdan 4 haykal bor ekan. Bu yerdagi Injilni tutib osmonga qarayotgan odamning haykali nimaga e'tiqodga, diniy e'tiqodga vakillik qildi ekan. Birinchisi diniy e'tiqod. Qolgan 4'ning har birisiniki mazmuni bor ekan. Ular nimaga vakillik qildi ekan desanglar, bu qolgan 4'i o osmonga qarab Injilni tutib odamning atrofida o'tirgan ekan. Qolganlarniki birisi morality, axloq. İkincisi kanun. Üçüncüsü ma'rif. Dördüncüsü erkinlik, liberty. Morality, law, education and liberty. Amerikalıklar Avrupa'dan kaçıp kurtulup Amerika'ya gelip, Amerika hükümetini kurup, qolgan vaqtlarda o'zininki bütün tarixdagi ishlarni yakunlab, bir narsani yakunlab chiqqan ekan. U nima desa, e'tiqod bo'lmasa, axloq bo'lmaydi. Axloq bo'lmasa, qonun quruq narsaga aylanib qoladi. Ondan keyin qonun bilan ma'rif bu ikkisi bo'lmasa, erkinlikni qo'g'dab mang'il bo'lmaydi degan masalasini yakunlab chiqqan ekan Amerika. Bu gaplarniki ma'nosi intayin cho'nqiri. E'tiqod axloqni keltirib chiqaradi, axloq qonunga kafolat qiladi. Qonun bilan ma'rif ikkisi birlashib, insonlarning erkinligini qo'g'daydi degan mana narsalarni chiqargan ekan. Men sizlarga necha yilning oldida tarixning saboqlari degan bir kitobni bir maqola qilib yozib, sizlarga ta'minladim uni. Shu kitobda bir yakun bor. U nima desa, insonlarniki yozma tarixini yakunlaganda 5000 yillik tarix. Hozirga qadar dindan xoli holda axloqliq jamiyat qura olgan misol yo'q. Diniy jamiyat bilan axloqliq jamiyat birga tug'an. Bo'libmi dunyoda dindan ayrilib turib axloqni amalga oshirolmagan. Mushtaq bir yakun chiqqan shu kitobda. Shunga dinniki eng chong roli bir axloqliq jamiyatni vujudga keltirish, barpo qilish mushtihatda. Hozir buniki bir misoli qarasanglar bo'ladi. Xitoyga qarab olsanglar, Xitoy xudosiz, dinga ishonmaydi. Shunga axloq qaysi darajada buzuq hammamiz bilamiz. Qonun degan quruq gap u yerda. Qonunning hammasi daftarda bor, amaliyoti yo'q. Xitoylarniki hozirgi ma'rif ahvoli qanday o'qimayman. Biz o'qiyotgan vaqtlarda yaxshi demak, sifati yaxshi o'qigan. Men Urumchida o'qidim, Shanxay qatnash universitetida bir yil o'qidim. O'shalarda ma'rifning sifatini isildi endi. Ondan keyin Xitoyda erkinlik degan narsa yo'q, undan bilasizlar. Mushtaq bir narsa o'tirib chiqdi u Amerikaniki qurilganligining 250 yillik munosabati bilan shunga ma gaplarni sizlarga bir deb qo'yay dedim. Shu 7 oyniki 7 va 8 kuni hozir shunday mazmun Amerika to'g'riliq bo'lyapti-da. 7-8 kuni Trump Anqaraga bordi, Turkiyaniki Anqaraga. NATO'niki 2026 yil yig'iniga bordi. U yerda Erdo'g'an bilan ko'rishdi. Ashta qilib qaytib kelishida bir ish bo'ldi, shuni bir sizga deb qo'ydim. Trumpga nima Qatardan so'qilgan bir aeroplan bor. Buni Air Force One deydi. Birinci aeroplan deb atiladi Amerikada. Mana shu prezident mangdigan aeroplan.
shu keyin qaytib kelgan vaqtida İran Trump'ni o'ltirmoqchi bo'pti, yushurin o'ltirmoqchi bo'pti degan uchur chiqib, shu bilan Trump bu Qatar so'g'at qilgan yangi tipdagi birinchi aeroplanda o'ltirmay, o'zi to'xtab orliqda bir yerda burungi ko'na birinchi nomerlik aeroplan shu yerga berib, shu aeroplanda qaytib keldi. Bu jihatda İsrailyaniki Mossad tashkiloti uchurlarni ta'minlab Amerikani shu orqali tashlab bo'ldi. Chiqib azroqcha qalamqonchi chiqdi bu yerda. Trump o'tirdi, to'xtab aeroplanni almashtirishga majbur bo'lib degandek. İran Trumpni o'ltirmoqchi ekan degan xabar o'tirib chiqib. Shu mashta bir ish bo'ldi, shuni deb qo'ydim. Analigan man necha kun oldida Amerikada yana bir yangilikdan birisi bo'ldi. U nima desa, Trump banki hisobi degan bir hisob yo'l qo'yildi. Bu hisob nima desanglar, 2025 yili 1-oyning 1-kuni dan 2028 yili 12-oyning 31-kunigacha tug'ilgan bolalarga Amerikada Amerika hukumati $1000 pul chiqarib bir bank hisobi ochib beradigan bo'ldi. Buni yo'l qo'yib bo'ldi hozir. Hukumatdan $1000 pul chiqarib bank hisobi ochib beradigan bo'ldi. Lekin bu bank hisobiga ota-onalar yana har yili $5000 pul qo'ysa bo'ladi. Uningga pul qo'yib, buni shu bank hisobining ichida o'xshamagan, masalan, paychaklarga, bu narsalarga mablag' qilib silib pul topsa, buni eng oxirida ishlatkili, masalan, o'qishga bu narsa ishatga ilishdan burun mushu bank hisobi orqali topgan pullardan bajarilmaydi. Buni qanday tushunish kerak desanglar, masalan, men paychak o'ynadim dey. Paychak o'ynab bu yil shu paychak sodasidan pul tutgan bo'lsam, yil oxirida uni paychakdan tutgan pulni capital gain deydi inglizcha. Uni kirim hisoblab, meniki olgan maoshim bilan kirimim bilan o'xshash darajada qo'yib turib, uni bajaladi unga. Endi ma hisobni olaylik nima desanglar, shu eng oxirida shu bankdan elib xashlamagichilik undan bajarilmay ekan. Keyin xashlagan vaqtida anan degan shu vaqtdagi nisbat bo'yicha bajalan ekan. Endi siz 18 yoshga kirib, oliy maktabga kirgan vaqtingizda sizning hech qanday kirimingiz yo'q. Şuna uçakda siz bank hisobidan pullarni elib xashlasangiz, uni sizga kirim hisoblaydi, lekin sizning boshqa kirimingiz bo'lmag'achqa, yillik kirimingiz intayin tuvan bojdan to'laysiz. Bu yerdagi asosiy maqsad nima desa, Trump Amerikada buningdan tug'ilgan bolalarning hammasini paychak o'ynaydigan yo pul muomalasini yaxshi tushunadigan qilib tarbiyalamoqchi bo'lyapti bu yerda. Burun nuqul oldi bankaga qo'yib qo'yib pulni unda qilganlar hozir pulni aktif holda boshqarib yurib, mablag'siz yurib pul topadigan. Ashtaq. Endi bu odatga odamlar, masalan, abataman degan misol. Agar men paychak o'ynab pul topsam, u pulni bankdan chiqarib olmagan bo'lsam, bosh to'layman. Yilning oxirida butun birinchida qancha kirim bo'ldi hisoblab, shu birinchi bosh to'layman. Amerikada bizdek odamlarning to'lagan beji federal bilan Amerika hukumati bilan shtatnikini qo'shgan chog'da 30%dan 35%gacha bordi. Shuncha pulni boyishga tutib oladi. Shunda mana bir narsa yo'l qo'yildi. Ehtimol buni olgan bo'lishinglar mumkin. Shunga men azar tushuntirib qo'yadim. 4-chi mazmun dunyo. Dunyo ahvoli. Buniki birsi Amerika bilan İran. Xabarlarda bor Amerika bilan İran o'rtasidagi kelishimlar hammasi bekor qilindi. Sababi 7-oyning 7-kuni İran shu Hormuz bo'g'ozidan o'tayotgan 4 neft tashiydigan parxodga hujum qildi. Neft va tabiiy gaz tashiyotgan parxodlar. Aslida yaqinda İranda hozir Xumayniniki o'limi munosabati bilan uni dafn qilish faoliyati o'tkazilgan. Hozir tuydimi o'qmayman. Ular 7 kunlik o'tkazilgan buni. Şu jarayonda bir-birimizga hujum qilmasak, mushni qilsak deb uni talab qilgan, anikin 2 oylikmi kelishim bordi. Urushni to'xtatish to'g'riliq. Ashta qilgan. Lekin
Amerika ma'qul deb hech qanday Ironga chekilmay turayotgan vaqtda İran yana 4 parxutga hujum qildi. Shuning bilan bu Trumpniki shu Amerikaga nimaga Anqaraga mang'ingan vaqtga to'g'ri keldi deyman men. Shuning bilan shunda g'azablanib, shuning bilan Amerikaga nega buyruq tushirib askarlarga İranni otadiganlar. Shuning bilan hozir İronga qaytadan hujum boshlayapti. Tunigunki anglagan xabarimda 70 tak yeni harbiy bazalarga anikin bir qism neft uskunlari neft zavodlari bağlı demişler yerlerge hücum qıptı 70 yerge. Trump deydi, sen bana bir hücum qılsan, ben 20 qatım hücum qıl ben deydi. İsrailyaniki bir prinsipi var. Sen bana bir qatım hücum qılsan, ben 10 qatım hücum qıl ben deydi. Trump onu biraz götürüp, aşırıp İran'a sen bana bir qatım hücum qılsan, ben 20 qatım hücum qıl ben deyip müştan qıvatıdı. Aştan bilen bu urushini qaytadan boshlanib ketdi. Bu yerda odamni intayin bearam qildiqashlar jiq. Men sal hayron qolaman ba'zi joylarda. Xitoyniki bir kitob var, Sun Tzu bin Fa deydigan. Sun Tzu harbiy dasturi deb, uningki 36 moddasi bor deyman. Bu kitob intayin donliq g'arbdimi. Rossiyadami shu, masalan Rossiyaniki KBG maktabida maxsus kitobni o'rganadi bular. Amerikada mu West Point, ang donliq harbiy maktab va boshqa saqchi maktablari degandek bu maktablarning hammasini bu kitobni o'rganadi. Bu kitobdagi bir modda nima desanglar, dushmanga chandumay turib, zarba berish degan bir narsa bor. Masalan, buni Deng Xiaopingmi foydalangan bo'libmi, Xitoyniki qanchalik taraqqiyot qilayotganligini, qancha tez taraqqiyot qilayotganligini dunyoga demay, vaqti kelganda tuyuqsiz dunyoni angtan qoldirib, dunyoni bo'ysundirish degandek boshqa narsalar bor bularniki. Bu o'rta sharqliklarniki birisi o'zining kuchini to'g'ri mo'ljallamay ekan bular. Ikkinchisi nima ish qilmoqchi bo'lsa, ishni qila qilmay turib og'zida davitidi ekan buni. Oldinlar davitib, ondan keyin zarba yeyotdi. Boshqatim mashtaq, masalan, bu qatim İran'daki bir amaldor biz yadro bombası yasab chiqishni to'xtatmaymiz. Biz keyin yadro bombasini yasab İsrailni yer sharining yuzidan yo'qotamiz degan gaplarni davotdi. Sen bu ishlarni qilishning qaysi bosqichida hozir? Nayroq kelding? Hozir oldinga nima ishlar bo'lyapti, qalangan nima ishlar kunlar kelyapti. Bularni zaten deyish zarurmi? Masalan, boshqa ishlarni oldinlar deyish zarurmi? Yaqinda Amerikaga o'lim, İsrailga o'lim degan gaplarmi ko'p chiqdi Ironda, o'tirib chiqdi. Trumpni o'ltiramiz degan gaplar o'tirib chiqyapti. Xitoy bunday gaplar bo'lsa qada demaydi ular. Demaydi, qiladi ular. Hech nima demay, hech qanday shamol chiqarmay, hech qanday ovoz chiqarmay qiladi. Bular bo'lsa hech nima qilmay turiblar deydi ekan, o'tirib chiqiblarmi. Shuning bilan badal to'laydi ekan hozirgidek. Shu ajoyib ishlar. Men zodi kalamda o'tmaydi. Bularmi bu Sun Tzu'ningki harbiy dasturi degan narsani o'rganib, boshdan biroz foydalansam-mamdi deb o'ylayman. Endi dunyodagi yana bir qiziq nuqta hozir Rossiya va Ukraina bu ishlar yana davomlashyapti. Yaqinda Rossiyaniki harbiy jihatdagi yer egallash bu jihatdagi ishlari intayin ostlab ketdi. Masalan, 6 oy bir oyning ichida Rossiya egallagan yangi zamin, Ukrainaniki zamini 30 kvadrat kilometrga yetmaydi ekan hozir. Shunchalik oz. Ondan keyin hozir Ukraina butun Yevropadagi harbiy jihatdagi eng kuchli davlatga aylandi. Ondan keyin Rossiyaniki har qanday yeriga drone, uçuşsuz aeroplan bilan hücum qila oladigan ashtaq bir holatga keldi. Kelib Rossiyaniki neft zavodlari, ondan keyin nimedeki bu Qrimdagi Ruslarniki Qrim besog'andan keyin qurgan qurilmalari, ondan keyin energiya qurilmalari masalasini drone bilan etib hozir intayin vayron qilyapti. Boshqa hozir Putin o'zimi intayin vahimaga tushdi. Yaqinda bo'lgan bir yangi ish Rossiyada. Putin
oldingi safda urush qilayotgan havodan mudofialanish bir qism askar va qurilmalarni yutkab qaytirib akilib Moskvani qo'g'daydiganga soldi hozir. Nimishqa desanglar, Ukrainaniki jonlari Moskvaga xohlagancha boradigan bir ahvol shakllanib qoldi hozir. Shu darajada bir qo'rqinchli ahvol yuz beryapti Rossiyada. Ondan keyin bu Rusiyaniki neft zavodlarini portlatib bo'lg'achqa hozir. Birisi neft, yana birisi harbiy bazalarni. Hozir mayning bahsi intayin o'sib, ondan keyin may qisib ketib, may qisligi yuz berib hozir Rossiyada. Mashinasiga may qachlagan odamlar 2 soatdan ortiq uchratmasa, may qachlanmaydigan ahvol bo'lib qolibdi. Ondan keyin tunji qatim hozir Rossiya boshqa davlatlarda may kirayotgan o'xshaydi. O'sha gapni men anglab qoldim. O'ziniki meni chiqaramay hozir boshqalarda may kirayotgan ahvolni angladim. Chiqib Ruslarniki ahvoli nachar. O'tgangi gaplarda bu urush bu yilning oxirigacha tugaydi, to'xtaydi degan gap bordi. Hani bunu keyin ko'ramiz endi. Mushtarak qilib ketyapti. Bugun so'ragan 5-mazmun Xitoy. Xitoyda yaqinda ikki texnologiya asosida ikki ish bo'ldi, cho'ng ishning ikkisi. Birisi osmonga bir narsani raketa bilan chiqarib, keyin raketani qaytarib olish yerga. Mush ishda yaqinda bir g'alabalik bir sinaq qilib g'alaba qozondi bular. Bu ishni qila oladigan aran ikkita shirkat bor Xitoydan boshqa Amerikada. Birisi SpaceX, Elon Musk'niki, yana birisi Blue Origin, Jeff Bezos'niki shirkati o'tkazmasligi deb qo'ygandim. Bu ikkisi qila oladi bu ishni. Xitoy yaqinda buni shu sinoqni qilib g'alaba qozonibdi. Bu yerda Xitoyda nima bo'layotganligi aniq. Nayt tez suratda xalqlarniki texnologiyasini o'g'irlab bo'ldi degan gap. Bu ahvol davomlashyapti Xitoyda. Amerikaliklar, g'arbliklar tushunishga boshladi, ammo yana yaxshi tadbir yo'q. Ashna bu boshqa Xitoy yana burqindaklarmikin boshqalarniki texnologiyasini o'g'irlab turib taraqqiyot menyapti. Ajoyib. Men atrofimdagilarga deyman, to'xtamay agar Xitoyniki texnologiya o'g'irligini to'xtaman desanglar, Amerikadagi yuqori texnologiya o'rnida ishlaydigan Xitoylarning hamma ishini bo'shatadilar. Xitoyni ammanglar qatdi deb. Ishning qimg'ichilik bu texnologiya o'g'irligi to'xtamaydi. Hozir bu vaqtda mana. Xitoyniki yaqin qilgan yana bir narsa suv osti parxutida qit'alar ora qit'a atlab boshqa qit'alarga bora oladigan boshqariladigan bombani etib sinab qilibdi yaqinda. Uni muvaffaqiyat qilibdi. Suv osti parxutida boshqariladigan bomba etib bir qit'adan yana bir qit'aga apiradigan. Shu ishda muvaffaqiyat qozonibdi. Yaqindagi Xitoydagi yana bir xabar, cho'g'ra xabar. Xitoyniki nurg'un yerlarini suv bosib ketdi, suv ofati bo'lib ketdi. Yomg'ir yog'ib. Buniki bir qism videolarim chiqdi, buni ehtimol ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Yaqinda Tayvan bir narsalarni o'tirib chiqadi. O nima desanglar, Tayvan 5 milliard 600 million dollar pul xarjlab 2100 dron hozirlab etibdi hozir. Agar Xitoy Tayvanga qarshi urush boshlab qolsa, 2100 dronni biraqla Xitoyga etib, Xitoyni vayron qiladigan. Buni shunday tez vayron qilib o'tadi deydi. Buning ichida bir narsa var Xitoyda qurgan Sansha-Daba degan 3 nima damba deydiganimiz tosmonmi deymiz, suv tosmasi. U intayin cho'ng bir tog'ning ustiga yasagan narsa. Shunga u bir tabiiy ofat. Agar urushib qolsa, masalan Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Tayvan shu Sansha-Dabaga shu tosmoga bomba etib shuni portlatib suvni ichib olsa, Xitoyniki nurg'un o'lkalarini suv bosib ketadi. Shunga bu bir tabiiy Tayvan uchun bu uch tug'ma bir tabiiy qurol bo'lib turyapti hozir Xitoyda yushinib turayotgan. Shunga ajoyib ishlar bor.
Yaqında nima birallan ijtimoiy tarmoqlarda Xi Jinping to'g'riliq bir narsa yozdi. Men intayin qiziqarli ko'rdim uni. Xi Jinpingniki hozirgi holatini tasvirlabdi uningda. Shuni men bu sin dapre u narsa inglizcha men nima Google'dan paylanib uyg'urcha tarjima qilib qo'ydim. Unda deydi. Xi Jinpingning cho'ng tozalashi oxiri muvaffaqiyatli bo'ldi. U xuddi badandagi barliq o'simlarni ilib tashlaydigan vahimalik operatsiya doktoridek xalq ozodlik armiya boshliqlarini yillar bo'yi qup-quruq qilgandan keyin hozir faqat qo'rqib ketgan voy shunda hujam deb turadigan odamlardanla tarkib topgan bir to'p kishilarga qo'mondonlik qilmoqda. Xi Jinping deydi. Generallar ketdi, admirallar jin qildirildi, raketa qo'shininiki 5 kesildi. Qolgani faqat yalang'och qo'mondonlardan iborat. Ular faqat sodiqlik eng oxirgi yashash strategiyasi bo'lg'achqilar saq turayotganlar. Xitoyning urush boshlanishi bir chaqchaq deydi. Xitoyniki buniki bir urush boshlanishi mumkin emas deydi. Oxirgi 10 yilni urush qilishni o'rganishdan ko'ra, tezroq salom berishni o'rganish bilan o'tkazgan bir armiya sahnalashtirilgan paraddan o'tishdan boshqa hech qanday ishga yaramaydi. Aman qolgan har bir ofitser bu qoidani biladi. Iqtidorlik bo'lish xatarlik. Tashabbuskorlik bo'lish o'z-o'zini o'ltirganlik va haqiqiy iste'dodlar allaqachon tozlanib ketgan. Xi Jinping ichki terrorlik uchun bir mukammal mashina va sirtqi to'qinish uchun bir eng nachar qurilma hisob chiqdi. Urush maydonidagi bir xato qadam aman qolganlarga ularni vayron bo'lgan qurollar va sunuq ruhiy holat bilan o'lishga kimning avatgarligini eslatadi. İmparatorunun o'ziga kelsak, u xuddi go'rda uxlagandek tuyuladigan bir saroyda yashamoqda. Har bir doklad bir to'zoq bo'lishi mumkin. Har bir sodiq odam kelgusidagi xoin. Har bir muvaffaqiyat keyingi suiqasdagi urqi bo'lishi mumkin. Barliq raqib va yo'shirin raqiblarni yo'qotib, Xi Jinping vahimiychilarning oxirgi g'alabasi bo'lgan mutlaq yig'anichilikqa erishdi deydi. Xi Jinping esa tasvirlabdi. Chiqib Xi Jinpingniki hozir davlatchidagi holi intayin nachar. Atrofida hech qanday odam yo'q. Ashta bo'lib qoldi deydi. U hozir Jungodagi eng yolg'iz odam. Uning atrofi uningga haqiqatni aytishdan qo'rqadigan va halqiliq payt yetkazganda uni qo'day olmaydigan darajada vayron bo'lgan odamlar bilan qo'rshalgan deydi. Bir odamning yozgan ekan u. Menga qiziqarli tuyuldi. Hozirgi amniy ahvolini obdan tasvirlabdi deb o'yladim men. Andan keyin oxirida sizlarga bir videoni ko'rsatay. Yaqinda Yaponiya bir video tarqatdi. Nima Oy sharini aylanib tekshirayotgan nima bor ekan, bir olam ushquri bor ekan. Shu olam ushqurida yer sharini tatibdi. Qiziq. O'tdim degan tam. O'tmay yoshmaymanmi? Ha, topdim. Mao Oy sharida turib, yer sharini tatgan. Oy sharini o'zida emas, Oy sharini aylanayotgan bir olam ushquri yer sharini tatibdi. Nima Elon Musk yeni 5 yilning ichida Oy shariga shahar qurib qilman deb shuni davatida yaqin shuni dedi yana. Agar Oy shariga shahar qurilsa, shu yerga sayohatga borsanglar,
yer shari xuddi hozirgi shu videoda ko'rindi ko'zinglarga. Shuni ko'rsatib qo'ydim. Yana bir narsa deb qo'yay. Hozir kech vaqti soat 7 dan keyin taloga chiqib agar osmon yo'riq uch bo'lib qolsa, g'arb tarafga qarasanglar bir cho'lpa yulduz ko'rasan. Ayt cho'ng. Boshqa hech qanday yulduz yo'q. Bir cho'ng cho'lpa yulduz ko'rindi g'arb tarafda. Soat 7 dan keyin. U Marsga men tunan taloga yo'lmog'i chiqqandim, chiqsam shundaq. Ma u Marsniki osmonniki o'zini rasmi emas-ku, ma bir aptini chiqarasam, u bir Mars akşam osmon qarasanglar, intan yo'riq yulduzlar ko'rindi. Soat 7 dan keyin. 8 monument 8 dan 45 minut o'tgan chog'da ko'rdim osmonda. O'sha qarab pasanglar, shu yo'riq cho'lpan yulduz degan, o cho'lpan yulduz emas, Mars ekan. Buni bir deb qo'ydim. Oxirida bir narsani eslatib qo'ydim. Yaqinda Facebook'ga bir qancha qisqa yozmani yozib chiqarib qo'ydim. Uni necha qadamlar ko'rdi. Birinchisi 16 mingdan jaraqatim ko'rilibdi. Ikkinchisi 13 mingda ko'rilibdi. Uchinchi maqolam hozir 6 mingdan ko'rildi. Men aslida o'zimniki hayot hikoyalarimni hozir yozish planim yo'qdi. Sababi nima desa, hozir xizmatim intan aldirash meniki. 2 yildan ichida osmonga bir narsa chiqaramiz deb tirishyapmiz. Lekin yaqinda uyg'onishda bak ko'ngilsizliklar bo'lib ketib boradi. Bir qism datalashlar bor uyg'onishda bo'layotgan. Bu datalash asosan uyg'urlarga intan, uyg'urlarga xos boshqalardan yo'q narsalar bu. Uniki millatniki taqdirini yaxshilash, millatni qutqizish bilan munosabatim ancha yo'q. Hozir xalqaroda Uyg'ur masalasida bir cho'ng yuksalish bor. Uni nima desanglar, hozir matbuotlarda, amaldorlarning boshliqlarida Xitoyni jiq tili olgan bo'ldi. Xitoyni tiliga aslamkin irqiy qirg'inchilik insonlar ustidan yurgizgan jinoyat, Uyg'urlar degan gaplar tang chiqdi hozir. Buni aytib ko'p chiqyapti. Anadan Xi Jinpingni eng rezil diktatorchi degan gaplar o'tirib chiqyapti. Andan Xi Jinpingni dunyoniki bexatarligi va tinchligiga eng zo'r ta'sirlayotgan diktatorchi deb bu gaplarni deyapti. O'tgan safar dedim, Sharq Turkiston besib olingan zaminda buni isbotlayman deb bir guruh odam bu jihatda tilchilik ko'rsatyapti. Mushta ishlar bo'lyapti xalqaroda. Ammo Uyg'urlar ichida hozirgi eng qiziq datalashlar butunlay boshqa bir sohada. Ishlarga qat'iy munosabati yo'q. Odamni intan ichini pishirdi, saskindirdi, ichindirdi, mushta bir ahvol bor. Meniki orzuyim yoshlar hozir 20 yoshdan 45 yoshlargacha bo'lganmish ortdagi yoshlar. Ma cho'nglarniki yitiq chapini kiyib olmanglar. Biroz xalqarodagi ma cho'ng iqim, millatga haqiqiy foyda keladigan cho'ng iqimga diqqat qilib, ashsad ish yapasanglar. Men shuni bek orzu qilaman. Men ömrümdə 4 qatim kasbimni tabiiy fandan ijtimoiy fanga o'zgartiraman deb niyat qilib boqqan. 2 qatim harakatni qilib boqqan. Uniki birinchi qatimligi men Shinyang universitetida o'qiyotgan vaqtimda endi kasbimni o'zgartiraman deb. Uni qilolmadim. Maqsad millat uchun millatga bir yaxshiroq xizmat qilish endi. Hozir yoshim bek cho'ngib ketdi. Hozir men bu yil 68 yoshni yashib ketdim. Hozir xalqaro vaziyatda Uyg'urlarga foydali nihoyatda isli ishlar o'tirib chiqyapti. Mushunga moslashib ish qiladigan Uyg'urlar, Uyg'ur qo'shini bo'lish kerak desada. Albatta men degandek sun'iy aql sohasida, texnologiya sohasida nihoyatda isli ishlar bo'lyapti Uyg'urlar ichida. Lekin siyosiy jihatlarda biroz kaynida texlanki hozirmi. O'ziniki borlig'ini atab millat uchun ish qilaman deb, shu xalqaro munosabat, xalqaro qonun degan kasbni o'qib, shu sohada tirikchilik ko'rsatgan yoshlar bor.
Men bulardan hali nechisini bilaman. Lekin oz son jihatdan. Yemir jihatdan chet eldagi shu 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan barliq yoshlarning sonini solishtirgan chog'da bu sohaga kirganlar ancha jiq emas. Shunga mushsadim odam chiqsa deyman. Shunga mush jihatlarda biroz foydasi bo'larmi ekan deb yaqinda bak ichim pushib ketib, shunga ba'zi narsalarni yozib qo'ydim. Hozir qaragan chog'da xalq boshqa temalardan zirikka o'xshaydi biroz. Ammo bu bir necha qisqa temalarniki qancha kirilganligiga qarab o'zim ta'sirlandim biroz. Bunda deb o'ylamagandim. Shu bundan keyin yana o'zimniki hayot tajribalarini ozroqdan yozib qo'yishga tirishaman. Aslida hozir qilish planim yo'q men butun xizmatni to'xtagandan keyin qilay deb o'ylagandim. Ashta bo'lsinmi hozir o'qirmanlarning mana temalarga qiziqishi bor ekan. Yana birisi albatta degandek yoshlarning ichidami bu g'oya degan nima? G'oya uchun tirish degan nima? Odam qanday yashash kerak? Mushu sohadagi bir qism hayot hikoyalarini, tajribalarini deb beryapman. Bak hozir o'ylab baxsam 68 yosh deganda yarım asrdan uzun vaqt bu. Bizningki mandimatli kishilar ajoyib kunlarni beshimizdan kechirib ketdik. Medeniyet inqilobi, qayta tarbiya, oliy maktabga imtihon berish, yangidan o'tirib chiqqan vaqtlar. Chet elga chiqish, unvon olish, bu degandek nurg'un ishlar beshimizdan o'tib ketdi. Meniki har bir hayot davrimda yuz bergan nurg'un ishlar bor. Uniki bir qism ishlarniki boshqalar uchun biroz qiymati bor tajribalar, tajribalarniki. Shuna ozroq yozib qo'y dedim. Bugun ma gapni o'tirib chiqarib qo'yishim bir qism qarindoshlar hayron qolgan bo'lishi mumkin. Bu nima bo'lib hozir bu narsalar yozib qoldi deb. Aslida yozish planim yo'qdi. Qarab boqaman, herhalde tirishib boqaman, qancha qila olaman. Shuni bilay bir deb qo'ydim. Bunu demese bugungi mazmun mushuk bo'lsin. Kelar qatam kirishcha aman bo'linglar. Xayr xo'sh Allohga omonat. Har sizlarga men bir narsani ko'sib qo'ygim keldi. Mening bu xizmat uyimningki derazasidami nihoyatda chiroyli gullar bor masalan ko'sib qo'y. Mana shu derazaga qarab o'tirgan yerim shu meniki. Masalan o'zim tikib olgan. Mustaq manzur ko'p. Xayr xo'sh Allohga